sizga o'xshab endometrit qilib keladiganlar har doim ham bo'lmaydi, kam bo'ladi. Shuning uchun shuni qo'ymoqchiman. Tak, qizlarjonlar, hozirgi holatimizdagi qizimiz og'riqlar bilan shikoyat qilib keldilar. Mesnilari o'tib ketgan, tugagan, lekin e'tibor bersanglar, matkani ichida ozgina suyuqlik bor. Bu narsa ko'proq xarakterniy bo'ladi matkada endometrit variantlarida. Endi bu 100% tasdiqlanish uchun albatta mazok topshirib ko'rishlari kerak. Shundan keyin tasdiqlab beriladi. Lekin nimani aytmoqchiman? Bularga ham hozir shuni tavsiya qildim. Mana mesni keladi, hayz ko'rganda. Eng ehtiyot bo'ladigan vaqtimiz shu. Bunaqa paytda sizlarga maslahatim, sovuq suvlarga ko'p unnamaganligingiz ma'qul. Chunki matka polностью ochiladi, qon chiqishi uchun ochiladi. Tahoratlaringiz mabodo sovuq suvda bo'ladigan bo'lsa, keyin sovuq suvda oyog'ingiz bo'ladigan bo'lsa, yo qo'lingiz bilan ko'p sovuqda unnaydigan bo'lsangiz, odam shamollab qolishi matka